Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana bismillahirrohmanirrohim deb ishlarim boshlab oldim. Bugungi videoyimda sendvich buterbrodlarini qanday tayyorlashni ko'rsatib beraman va tovuq go'shtini qanday qilib yumshoq qilib tayyorlashni ko'rsatib beraman. Agar qo'llaringizni o'ynatib men ko'rsatgan retsept bo'yicha qilsangiz, sendvichni va shu tovuq go'shtini pishirishni aniq maqtovdan tagida qolib ketasiz. Tovuqni filesiga birinchi bo'lib men tuz sepib oldim. Ozgina tuzlab olamiz, keyin soyaviy sous solamiz. Videoda ko'rganingizdek, keyin yog', podsolnечный обычный yog' solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Men черный молотый перец soldim. Qora murch maydalangan. Zapal kir bo'lib qopti dedimda, darrov tosterimni artib tashladim. Keyin nonlarimni qo'yib qizartirib oldim. Nonlarim qizargungacha xolodilnikdan borib zagotovka qilgan kechagi salatlarim bilan bugungi zagotovkaga kerakli narsalarni olib keldim. Hash-pash deguncha nonlarim ham qizarib chiqdi. Ozgina mayonez surib oldimda, keyin iceberg kremini qo'yib chiqdim. Men gramm qo'yaman. Sizlar na glas qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa qilib 8 ta nonga qo'yilmaydi, 4 tasiga qo'yiladi. Orqa tarafdagi nonlar ustiga yopilishi uchun. Xullas, mana iceberglarni qo'yib bo'lganimdan keyin pomidor kesib qo'yganman. Oldindan pomidorlarni ham taxlab chiqdim. Keyin men bo'yab pishirgan tovuq go'shtini kesib ustiga taxlab oldim. Juda ham yumshoq, sochni bo'lib chiqqan. Bodringlarim ham kesilib turgan edi. Bodringlarni ham taxlab tovuq go'shtini ustiga, keyin u yoqdagi nonini ustiga yopib qo'ydim. Juda ham sochni mazali, ajoyib sendvichlar bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar uyda. Maktabga ham, o'qishga ham, ishga ham konteynerga solib olib ketsanglar bo'ladigan juda ham zo'r sendvich bo'ladi. Amerikanskiy sendvich. Men bu yerda sotish uchun tayyorlab berganim uchun shunaqa o'rtasidan kesib, одноразовый korobkalarga solib joylab qo'ydim. Shu tovuq go'shtini o'rniga sizlar kolbasa qo'yib qilsanglar ham zo'r bo'ladi, juda ham mazali chiqadi. Kolbasali sendvich bo'ladi. Men tovuq go'shtli sendvich qildim hozir. Sendvichni albatta tayyorlab ko'ring, bittada o'xshab chiqadi. Juda ham sochni mazali bo'ladi. Bolajonlarga yetkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rossiyadagi musofir kelinni sarguzashtlari bilan qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'ling. Qiziqarli videolar hali oldinda. Meni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda yaqindan tanishamiz. Allohga omonat bo'ling. Like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.